Buni chiroyliligini qarang. Iloyim ko'z tegmasin. Voy, nimasini aytasiz? Chiroyli bamisoli to'lin oydek. Qizim, avvalo sizga nima qilishingizni tushuntiraman, xo'pmi? Hey, to'xtang. Ha? Avval so'raylik. Hozirgi yoshlar baloni ham biladi. O'zi bilasizmi, qizim? Nimani bilishim kerak? Voy, qiz bechorani nimaga uyaltirasiz? Hali yoshda bilmaydi. Voy, nimaga bilmas ekan? U biz edik, hech narsani bilmasdik. Hozirgi yoshlar hammasini biladi. To'g'rimi, qizim? Qo'ysanglar-chi, meni uyaltiryapsizlar. Ana, aytdim-ku, mana qizarib ketganini qarang. Bilsin. Shunda ham men tushuntirib beraman, to'g'rimi? Voy, o'zim o'rgilaysizda. Shohruxjon, keldingizmi, bolam? Voy, Mayli, keling. Biz bora qolaylik, maylimi? Biz tashqarida bo'lamiz. Nimaga u yoqda turibsiz? Keling. Uyalmang. Men unaqa deb o'ylamagandim. Men unday deb o'ylamagandim. Qadrli kundaligim, men seni yana ochib varaqlayapman. Senga yozishdan va varaqlashdan charchamayman. Senda men haqimda barcha ma'lumot bor. Men Samira Abrorjon qizi, yoshligimdan sho'x bo'lganman. Sho'x bo'lishimga qaramay, qattiqqo'l dadamdan juda qo'rqardim. Dadam vajohatli, aytgan gapida turadigan va gapini o'tkazadigan odam bo'lgan. Uyimizda dadamning gapi qonun edi. Dadam ovqatga qo'l uzatmasdan oldin ovqat yeyishimizga haqqimiz yo'q edi. Ularni ruxsatisiz hech narsa qila olmasdik. Hozir yoshim 25 da. Universitetni tugatdim. Dadamning qattiqqo'lligiga qaramay, Samarqandga sayohatga borishga zo'rg'a ko'ndirdim. Ana endi Samarqandga ketyapman. Yo'q. Jinurson, Samirani kech qoladigan odati yo'q edi-yu. Hayronman. Menimcha biron narsa bo'lgan bo'lsa kerak. Kelmasa kerak-ku. Vahimay qursin. Samirasiz sayohatmi? Zerikib bo'lamiz-ku siz. To'g'ri, kelmasa bizni ham tushib qolganimiz yaxshi. Jinni bo'psan, shuncha pul to'lab boryapmiz-ku. Bo'la qolmaydimi endi? Har safar kech qolishadi. O'qishda ham kech qolishadi. Tezroq kelishmaydimi endi? Bunaqada poyezd ketib qoladi. Qani yetib ol, tezroq bo'lsang-chi. Voy, hozir o'tib ketaman. To'xta. Qani yetib ol.
Hey Shohrux. Ha? Hozir shu oyimchaga yordam bersang, poyezddan kech qolamiz. Sen borib poyezd to'xtatib tur. Men hozir boraman. Bo'pti. Yordam kerak emasmi? Yaxshi bo'lardi. Qani bera qol. Ehtiyot rosa bo'ling. og'ir, ha? Rahmat sizga. Yugurdik. To'xtang, ko'tarib oling. Tezroq bo'ling. Xo'p. Tezroq. Hozir. Voy. Voy, nima qilganingiz bu? Ey, Farruh, bu yoqdaman. Shohrux qani? Bir oyimchaga yordam beraman deb qolib ketdi. Menga poyezdni to'xtatib tur deydi. Men qanaqa to'xtatib turaman? Ahmoq. Shuni aytdim. Menimcha hali beri kelmasa kerak. Ketamizmi? O'zi boru, men shunga hayronman. Har doim shunaqa qiladi. Ketdikmi? Bo'pti, ketdik, yur. Chiqamiz poyezdga. Yur, qani. Sizni deb hozir poyezddan ham qolib ketamiz. Qani, Bo'la qoling, tezroq yig'ishtiring. joylashtiring. Xo'p. Hey, to'xtanglar. Sizni deb poyezddan qolib ketdim. Menga qarang, siz o'zi qanaqa palakat odamsiz? Agar menga yordam bermaganingizda poyezddan kech qolmasdim. Baribir kech qolardingiz. Men aybim yo'q. Siz aybdorsiz. Kiyimlarni sochib yubormaganingizda ulgurgan bo'lardim hozir. Yordamingiz boshingizda qolsin. Endi nima qilaman? Nima ham qilardingiz? Uyga qaytasiz. Men bo'lsa, mashinamda Samarqandga yetib olaman. Bo'pti, sog' bo'ling. Hey, to'xting. Ha? Meni ham olib ketasiz. Nima? Men sizni olib ketmayman. Xudo biladi qanaqa qizsiz. Sizni deb poyezddan qoldimmi? Shuning uchun olib ketasiz. Siz juda ham shartaki qiz ekansiz, a? Mayli, olib ketaman, faqat bitta shartim bor. Yo'lda jim ketasiz, xo'pmi? Menimcha sizga gapiraman deb ko'zim uchib turgani yo'q. Zo'r ekansiz, va? Undan ko'ra menga rahmat desangiz bo'lardi. Bo'ldi. Ko'p gapirmay, ketdik. Mashinangiz qayerda? Mana buni oling. Bo'ling. Kerak emas shartma o'zlaring. Kerak emas sunbul sochlaring. Ha? Menga boshida yoqmaydi, boshqasiga oling. Siz menga gapirmayman demaganmidingiz? Iltimos jim keting. Agar qo'shiq yoqmayotgan bo'lsa, ana naushnik taqib oling. O'rgandim. Jinniroqmi deyman? Aziz yurtdoshlar, Toshkent yangiliklaridan gapiramiz. 1992-yil tug'ilgan Umar Shamsiyev qidirilmoqda. U o'ta xavfli jinoyatchi bo'lib, o'tgan yili fevral oyida ikkita qizni qasddan zo'rlab o'ldirgan. Agarda shu rasmdagi shaxsni qayerdadir uchratib qoladigan bo'lsangiz, darhol o'sha yaqin atrofdagi ichki ishlar idoralariga murojaat qiling.
Mashinani to'xtating. Ha? To'xtating mashinangizni. Tinchlikmi? Agar do'kon kerak bo'lsa, bu yoqda do'kon yo'q. Meni boshqa Jinnimi bu? iltimos akajon, meni o'ldirmang. Siz jinni pinnimasmisiz? Iltimos. Dadam nech pul desangiz beradi. Meni o'ldirmang faqat. Sizni ham singlingiz yoki opingiz bordir. Iltimos o'ldirmang. Menga qarang. Sizni esiz joydami? Hadib qochaverasizmi? Men sizni to'g'risini aytaman, Telegramdan menga bitta xabar kelgandi. Men sizni o'sha manyak deb o'ylayman. Mayli, bo'p turadi. Men sizda keladan xafa bo'lmayman. Chunki sizni tomingiz joyida emas ko'rinadi. O'zingiz chiroyli bo'lsangiz ham tikanim bor deng. Zirapcha. Uzr. Mana va'damni bajardim. Siz Samarqanddasiz. O'zingiz eplarsiz, ha? Ha. Sizga qahva. Xavotir olmang. Zahar qo'shilmagan. Yuring, sumkangizni olib oling. Qadrli kundaligim. Agar bu manyak bo'lganda, men allaqachon peshonamga leykoplaster yopishtirmasdi. Bechora, kofe ham olib o'tirmasdi. Seni deb qancha asabiylashganimizni bilsaydi, hattoki mana bu poyezddan qolib ketishga sal qoldi. Ha, to'g'ri-da. Nimalarni reja qilganding? Shuncha yalinishimga qaramay, poyezdda ketmasdan mashinangda kelding. Shuncha harakat, shuncha ovorgachilik kim uchun edi? Mashinada kelmaganingda poyezdda birgalashib mazax kelgan bo'lardik. Ha, to'g'ri. Reja qilgandik. Lekin bitta yigitni deb poyezddan qolib ketdim. Kim ekan u yigit? Xo'p, yordam berdingmi o'sha qizga? O'sha qiz bizni tashab ketishingga arziydimi? Ha. Bo'lmasamchi. Bolalar, menimcha men sevib qoldim. Qanaqa yigit? Chiroylimi? Yo'q, chiroyli emas. Badbashara. Unda chiroyli. Kuyov bo'lar. Qo'ysangchi. Bu qo'ymaydi. Keyin o'sha yigitning mashinasida Samarqandgacha keldik. Peshonangga nima bo'ldi? Buni tarix uzun. Bo'ldi, tinch qo'yinglar meni. O'zi umuman bu mavzuda gapirgim kelmayapti.